Assalomu alaykum, hurmatli aziz bolajonlar. 10-mart kuni o'tkazilgan onlayn testimizni ingliz tili fanidan tahlilni ko'rib chiqamiz. Aziz bolajonlar, imkon qadar eng oson va eng qulay uslublarda sizlarga tahlil jarayonini ko'rsatishga harakat qilaman. Demak, tayyor bo'lsangiz, let's begin. Birinchi savolimizda e'tibor bering. It takes a long time birikmasi turibdi. Biz darslarimizda o'rganganmizki, mana shu birikmadan so'ng bizga infinitively verb talab qilinadi. Shuning uchun to'g'ri javobimiz B hisoblanadi. The next one, he really would like, nimadir qo'yishimiz kerak after dinner. Bu joyda would like dan keyin to rest ni talab qilganligi sababli biz he really would like to rest after dinner, ya'ni tushlikdan so'ng u rostdan ham dam olishni xohlaydi ma'nosida javobimizni to'g'ri javob deb olamiz. Uchinchisida we must do something with this car, ya'ni bu joyda birinchi test ishlashda tarjima jihatdan e'tibor berib ko'ramiz, keyin mantiqiy jihatdan e'tibor berib ko'ramiz. Ikkitasida ham to'g'ri javob chiqara olmasak, keyingi holatda grammatik jihatga e'tibor berib topishimiz imkoniyati yanada ko'proq bo'ladi bizga. Bu joyda biz ni qo'ysak to'g'ri kelmaydi, chunki break car mos kelmaydi. Broke ham qo'ya olmaymiz, chunki o'tgan zamonni ifodalab qo'yadi va umuman grammatik jihatdan ham mos kelmaydi. Endi bu joyda broken car qo'yamiz. Nima sababdan? Bu buzilgan mashina bilan biror narsa qilishimiz kerak. Ya'ni bu buzilgan mashinani nimadir qilishimiz kerak degan ma'noda tushunamiz. 4-savolga qarasak, when I came to London, ya'ni qachonki men Londonga kelganimda, qarang, qismlab tushuntirishga harakat qilaman sizlarga. Qanchadir yil avval Londonga kelganimda u yerda qizil avtobuslar yo'q edi deyilyapti. Endi biz qo'yishimiz kerak bo'lgan masala years ago ga mana shu joyga qo'yishimiz kerak. Any bu joyda mos emas, some ham mos emas, mana a little ham mos emas. To'g'ri javob B bo'ladi, ya'ni some years ago. Ya'ni bir necha yil avval bu yerga kelganimizda u yerda qizil avtobuslar yo'q edi ma'nosida tushunasizlar. The next one, keyingi savolda juda ko'pchilik xato belgilab qo'yishi ehtimoli juda yuqori. Sababi biz o'rgangan signal so'zlar deb yodlagan often so'zimiz turibdi, lekin gapni o'qishda davom etsangiz oxirrog'iga kelganingizda before you lost it, ya'ni siz uni yo'qotishingizdan avval degan ibora turibdi. Bu sizga o'tgan zamonga ishora qilyapti. Shuning uchun biz bu joyda o'tgan zamonni bildiruvchi didni olamiz. Ya'ni did you often ride your bike before you lost it? Siz uni yo'qotib qo'yishingizdan avval velosipedingizni tez minarmidingiz degan ma'nosida javobimiz to'g'ri bo'ladi. Davom etamiz. Bu joyda umumiy holat ketyapti. Ya'ni pingvinlar suvda va muzda har ikkalasida ham yashay olishadi. Agar biz javobni tanlasak xato qilamiz. Sababi ko'p pingvinlari boshqalari unaqa qila olmaydi degan ma'no kelib chiqadi va bu mantiqan xato bo'ladi. Keyingisida bu ham xuddi shunday talqinda boradi. Biz B javobni olamiz, sababi hech narsa qo'ymaymiz, chunki hamma pingvinlar bir xil holatda, bir xil vaziyatda yashay olishadi. Xo'p, navbatdagisi 7-si bad news has got. Mana bu 7-savol ham juda ko'p o'quvchilarimizni ikkilantirib qo'ydi. Sababi ular yomon yangiliklar deyishadi-da,
mana bu newsni ko'plik ma'nosida olib qo'ysangiz, bu joyda there olib qo'yishingiz mumkin bo'ladi to'g'ri javob sifatida. Lekin news sanalmaydigan otlar turiga kiritilganligi sababli biz bu joyda to'g'ri javob deb A javobini olamiz. Ya'ni bad news has got its wings bo'ladi. The next one, do you know va davom ettirishimiz kerak. Bunga mos shaklda. Bu joyda ko'proq mantiqiy va grammatik bilimimiz kerak bo'ladi. Do you know where the post office is? Eng to'g'ri javobimiz faqatgina A to'g'ri javob, qolganlari mos emas bu joyda. Where is the post office bo'lsa, ikkita so'roqlik oldinga o'tib qoladi. When the post office is bo'lib qolsa, qachon degan savol ham bu joyda mantiqni va ma'noni buzib yuboradi. Shuning uchun eng to'g'ri javobimiz A hisoblanadi. The next one, 9-savolimizda esa nimadir qo'yishimiz kerak va there is someone in that box deyapti. Ya'ni ana qutini ichida kimdir bor. Biz shu holatga nisbatan ham mantiqan e'tibor berib to'g'ri javobni topishimiz kerak bo'ladi. Agar tinglang desak, bu xato bo'ladi. Sababi tinglang ana qutini ichida kimdir bor. Bu bizning vaziyatimizga mos emas. Agar let's go olsak ham bu to'g'ri kelmaydi. Asosli javobimiz look B to'g'ri javob bo'ladi. Sababi qarang, ana qutini ichida kimdir bor degan ma'noda to'g'ri javobimiz B bo'ladi. 10-savolda my brother always wears old-fashioned clothes. He is a man of. Endi mana bu joyga mos shakldagi so'zimizni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tarjima qilib chiqamiz. Mening akam doim eski fasondagi kiyimlarni kiyadi. Endi gap tushundik. Gap davomi mantiqiy davom ettirilgan bo'lishi kerak. U presentda olsak, hozirgi zamonning odami. Biz mantiqan qarasak, hozirgi zamonning odami eski fashiondagi, eski stildagi kiyim kiymaydi. Kelajak insoni ham, kelajak odami ham unaqa kiyinmaydi. Shuning uchun mantiqan o'ylab qarasangiz, the past mos tushadi. Ya'ni he is a man of the past bo'ladi. O'tgan zamonning odami ma'nosida sizga haligi so'zma-so'z tushuntirganimda shunaqa deb qabul qilsangiz osonroq tushunasiz. 11-sida I had, mana shu savol juda ko'pchilikni ikkilantirgan bo'lish kerak. Hozir eng chiroyli tarzda bu jarayondan olib chiqib ketaman sizlarni. I had to'g'ri javob C bo'ladi. Chunki Bob, mana Tom, menda ruchka yo'q edi. Shuning uchun Tom Boburdan uni so'rashiga to'g'ri keldi degan ma'noda C to'g'ri javob bo'ladi. Agar A olib qo'ysangiz, ikkita ruchkasi bo'lsa, bittasini berib turishi mumkin edi. B'ni olib qo'ysangiz, mos kelmasligini sababi vaziyat ma'lum emas. Qanday vaziyat? Hammalari da bittadan ruchka ishlatishyapganu, berish imkoni yo'qmi, bormi? Unaqa vaziyat ma'lum bo'lmaganligi sababli undan ham aniqroq ma'lumot beruvchi C to'g'ri javobini olasiz bu joyda, chunki qo'shimcha gap yo'qda izoh beruvchi. 12-sida we can't wait davomini o'qiymiz. Let's begin without Tom. Ya'ni keling Tomsiz boshlayveraylik, biz kuta olmaymiz ma'nosida. Agar C'ni olsak xato bo'ladi. For a moment, hozircha, hozir bir daqiqa uchun kuta olmaymiz ma'nosi bo'lib qoladi. Shuning uchun unga atkas beramiz. Keyingisi B ham o'z-o'zidan chiqib ketadi, mos kelmaydi. Any longer, boshqa uzoq kuta olmaymiz. Ortiq kuta olmayman ma'nosida, ortiq kuta olmaymiz ma'nosida. We can't wait, let's begin
We can't wait any longer. Let's begin without Tom bo'ladi. Ya'ni to'g'ri javob A to'g'ri kelyapti. Xo'p, 13-sida he is a bit nimadir qo'yamiz because he has won the prize. U sovg'ani yutib olibdi. Sovrinni yutib olibdi. Demak, buni osonroq uslubda qabul qiladigan bo'lsak, mana bu a bitga e'tibor qaratamiz. A bit biror bir sifatni o'z holatidan ko'ra ozgina kuchaytirib beradi. Biror bir sifatni kuchaytirib beruvchi vazifa sifatida foydalaniladi bu joyda. Agar asabiylashni qo'ysak, yutib olgan, birorta sovg'a yutib olgan inson asabiylashmaydi hech qachon. Mantiqan ham bu mantiqiy savol. A'ga atkaz beramiz, noto'g'ri deb hisoblaymiz. Eng to'g'ri javob B ham chiqib ketadi. To'g'ri javob C bo'ladi. Ya'ni excited, kuchliroq hayajonlandi ma'nosida. O'zi excited hayajonlangan ma'nosini beradi, lekin a bit uni kuchaytirib beradi. U kuchliroq hayajonda, chunki u sovrinni yutib oldi ma'nosida. Endi 14-sida the hotel was 12 kilometers from the beach. Ya'ni mehmonxona plyajdan, sohil bo'yidan 12 kilometr nimadadir deyish kerak. Yaqinda bo'lib qoladi. Bu agar buni qo'ysak, yaqinda bo'lib qoladi. Plyajdan yaqinda mos kela olmaydi, to'g'ri emas. Xo'p, bu joyda C ni olsak, umuman mos kelmaydi. Bu chiqib ketgan javob hisoblanadi. A to'g'ri javobimiz, ya'ni the hotel was 12 kilometers away from the beach ma'nosida. Ya'ni plyajdan, sohil bo'yidan 12 kilometr narida edi mehmonxonani aytilyapti. 12 kilometr narida edi ma'nosida to'g'ri javobimiz A bo'ladi. 15-savolda davom etamiz. Pul haqida ketyapti bu joyda. Xo'p, bu ham sizni ko'proq ikkilantirgan bo'lishi kerak. Qandaydir pul ishdan olingan pul hisoblanadi va u soatlik hamda haftalik hisoblanadigan pul. E'tibor bering va esingizda qolsin. A javobimiz mos kelmaganligi sababli chiqarib tashlaymiz. B javob bilan C javob sizni ikkilantiradi. Agar B javobni olsak, bu joyda xato qilgan bo'lamiz. Sababi B javob oylik maoshi nazarda tutilgan pul hisoblanadi. C javob esa bir kunlik yoki haftalik mablag' hisoblanadi. Endi wage is money from work, usually hourly or weekly. Ya'ni wage haftalik yoki soatlik, odatda soatlik yoki haftalik ishdan topiladigan pul hisoblanadi ma'nosida. Wage C to'g'ri javob bo'ladi. Ya'ni wage hourly, weekly ga moslaymiz. Salary ni faqatgina monthly ga moslaymiz. Aziz o'quvchilar, 22-savoldan davom etamiz. Who wants more deyilyapti. Bu joyda ham vocabulary, ya'ni so'z bilimingizni, ham mantiqiy fikrlashingizni ikkitasini tengidan tekshirilyapti. E'tibor bering, kim ko'proq xohlaydi ma'nosiga, savoliga javob berishimiz kerak. Och inson, kambag'al inson ko'proq xohlaydi va ochko'z inson ko'proq xohlaydi. Bu joyda mantiqiy jihatdan ochko'z inson ko'proq xohlaydi, ko'proq deyveradi. Shuni hisobga olganda to'g'ri javobimiz B hisoblanadi. 23-savolga qarasak, bu ham xuddi shunaqa mantiqiy bilimingizni tekshiruvchi savol hisoblanib, who doesn't share their things with others deb so'ralyapti. Ya'ni tarjimasini ko'rib chiqamiz. Boshqalar bilan o'zlarining narsalarini ulashmaydiganlar kim ma'nosida.
Endi boshqalarga narsasini bermaydigan inson kim? O'shani toping degan savol turibdi-da. Endi shuni topamiz. Javobimizga qarang. Kambag'al inson. Kambag'al inson biror kimga narsa berishni xohlamaydi, bermaydi deyilgan ma'lumot mantiqan mos emas hozirgi kunda umuman. Boy inson ham, kambag'al inson ham o'quvchilar berishi bor, ehtimoli yuqori, beradi bir-biriga narsalarni berib turishi mumkin. Lekin o'zini o'ylaydigan, ya'ni xudbin va o'zini o'ylaydigan insonlar boshqalarga narsasini berib turishni xohlamaydi. Shuning uchun to'g'ri javobimiz C hisoblanadi. 24-savolda Cola and Pepsi are a type of ichimlik ma'nosi kelish kerak. Bu ichimlik ma'nosini bera olmaydi. Bdagi javobimiz ichish yoki shunga o'xshash holat. Ovqat turi emas. Shuning uchun C javob ham chiqib ketadi va bizga to'g'ri ma'noda javobimiz mos keladi. Ya'ni ichimlikning turlari hisoblanadi, turi hisoblanadi ma'nosida. Endi 25-savolga diqqat qilamiz va bu oxirgi izohimiz hisoblanadi. Mana shu joyga A, B, C lardan mos kelganini qo'yishimizni talab etilyapti. Lekin keyingi gap ham bir o'qib qo'yishimiz bizga juda ham katta yordam beradi. What happened to you? Sizga nima bo'ldi deb so'rayapti. Endi mana bu joyga qo'yish kerak. Siz shunaqangi xafa ko'rinasizki, sizga nima bo'ldi ma'nosida to'g'ri javobimiz, qarab turing, C'ni olamiz mana shu joyda. Ya'ni tashqi ko'rinishga nisbatan xafa, g'amgin yoki xursand ko'rinishga nisbatan lookdan foydalaniladi. Agar biz look at qo'yib qo'ysak, biror narsaga qarang. Masalan, look at the window, derazaga qarang. Agar showni qo'yib qo'ysak, ko'rsatmoq, show qilamiz deyiladi-yu, biror nima namoyish etamiz deyiladi-yu, xuddi shunaqa ma'noda kelib qoladi. Shuning uchun yagona to'g'ri javob bu joyda C bo'ladi. Qadrli o'quvchilar, qo'limdan kelgancha harakat qildim sizlarga imkon qadar chiroyli tarzda yetkazishga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bundan keyingi testlarimizda bundan-da faolroq bo'linglar. See you.